tegmayotgan bo'lsa nimaga onamdan katta ayolsizlar, nimaga orqamdan bunchalik yomonlik gap chiqarasizlar, nimaga oilamdan chiqqan bo'lsam ana shu oilamga turmushim pul olib chiqish uchun chiqdim. Men ham tugunlarim qatori turmushga chiqib o'ynab kulib yursam bo'ladi. Men ham hali 19 yoshdaman. Borib buzuqchilik qilib yo yomon yo'lda yurganim yo'q, yo birov eri bilan yurganim yo'q. To'g'ri yo'limda o'zim yo'limda yurgan bo'lsam yana nima deysizlar menga? Nima deysizlar? Buzuq dedilaring. Birov bilan yurgan dedilaring. Tanasini sotgan dedilaring. Yana nima deysizlar? Aytinglar, nima deysizlar? Nima uchun odamni oldida kulib turib orqasidan pichoq urasizlar? Nimaga? Sizlarning ham qizlaring bor-ku. To'g'risi, men 19 yoshman, to'g'onlarim qatori yurgan, men oila qurgan. Keladi, lekin penceresiz kaldım anne.